Opa. Yaxshi. Assalomu alaykum pochcha. Alaykum. Kepsalarda baribir, ha? Ne ko'cha turganda uyda koptok o'ynayapsanlar? Devorni rasvosi chiqarasanlar u. Ko'chada o'ynasang o'lasanmi? Oy, assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Uy joylarimiz chiroyli bo'lsin deb, chet elma-chetlar yursamu. Sen ko'chada qolgan jiyanlaringni olib kelib, shuncha mehnatni yer bilan yakson qilyapsanmi? Ha? Ha, dadasi. Endi bular bolada. O, men senga aytgandim-a? Mana shu yetimchalarni olib kelmagan deb aytdim senga telefonda. Nimaga olib kelding? Aytgandingiz. Endi bular bola-ku, qayerga borishadi, kim qaraydi? Ana, mehribonlik uyga borsin. Voy dadasi, ham qishloqlar ustimizdan kuladi-ku. Jigarimni, farzandlarini qarovsiz qoldiramanmi? Menga qara, unda mana shu yetimchalarga qo'shilib, o'zing ham uyimdan yo'qol. Bo'shatib qo'y uyni.